Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun biz darsimizda wish iboralarini ko'rib chiqamiz. Wish bilan ishlatiladigan iboralar, frazalar, wish ishlatadigan grammatik strukturalarni ko'ramiz. O'tgan darsda ham wishlarni ko'rgandik. Wish birinchisini ko'rdik, wish ikkinchisini ko'rdik. Ya'ni qani edi, attang mana shunaqa bo'lsa zo'r bo'ladi. Regret, ya'ni siz o'tgan ishlarni afsus qilganlaringda mana shu wish so'zdan, mana shu wish grammatik strukturasidan foydalanasizlar. O'tgan ikkita darsda wishni gapirgandik. Bugungi darsimizda wish uchun alohida yana harfni ko'rinishini, farqlarini ko'rib chiqamiz. Wish shu grammatik strukturasini va sizlar xudo xohlasa shu wish haqida tushunchalar yana ham kuchayadi. Xo'p, biz wishni birinchi o'rinda shu oddiy to'g'ri ma'noda ishlatsak bo'ladi. Men senga baxt tilayman, men senga quvonch tilayman, men senga omad tilayman. I wish you good luck, I wish you all the best, I wish you a happy birthday, I wish you a happy anniversary, I wish you success. I wish you endless love. Misol uchun. Ya'ni oddiy to'ldiruvchi sifatida, obyekt sifatida men senga bir nimani tilayman deganda wish ishlatsa bo'ladi. Mana misol uchun I wish you all the best in the future. Kelajakda senga men hamma senga omad tilayman. Hamma yaxshi narsalarni tilayman senga kelajakda. I saw Mark before the exam and he wished me luck. Men imtihondan oldin Markni ko'rdim va u menga omad tiladi. Xo'p. Endi lekin sizlar wishdan keyinchi fe'l qo'ya olmaysizda. Misol uchun men umid qilaman sen o'tasan. I wish you pass the exam desalar xato. I wish you come to my birthday party bu xato. Okay? Wishdan keyin birinchi ko'rinishda faqat sizlar bir nima tilasalaring, o'sha to'ldiruvchi. Hozir tepada aytgan misollarimda to'g'ri keladi. O'sha bir nimani tilasalar, wish ishlatsa bo'ladi. Lekin sizlar fe'l ishlatmoqchi bo'lsalar, wish o'rniga hope qo'yish kerak edi. Umid qilamanki, sen partingga kela olasan. Misol uchun I'm sorry you're not well. Sen o'zing yaxshi his qilmayotganda men xafaman, ya'ni achinayapman senga, o'zing o'sha kasal bo'lganingga. I hope you feel better soon. I hope you get well soon. Yoki birov IELTS ga imtihon kirib ketsa, I hope you take a band 9 7+. Yoki I hope you get easy topics for your IELTS writing. Misol uchun. Keyin e'tibor beringlar, hopedan keyingi fe'l present simple ishlatilyapti. Kelajak uchun sizlar bir nima xohlayapsizlar, kelajakda future uchun tilak bildiryapsizlar, lekin sizlar present simple ishlatyapsizlar. Sizlar bu yerda I wish you pass the exam, I wish you come yoki I wish youdan keyin fe'l ishlatsalar xato hisoblanadi. Demak, mana ikkalasidan taqqoslasak, I wish you a pleasant stay here. Sizga yoqimli turish tilayman. Ya'ni bu yerda turish qanday? Misol uchun mehmonxonamizda mazza qilishingizni xohlayman. Sizga shunaqa tilayman shuni. Ya'ni o'zbekchasiga qiyin bo'lyapti. Misol uchun mehmonxonada bo'lsam, men mehmon kelsa aytaman, kuningiz maroqli o'tsin, tuningiz maroqli o'tsin, yaxshi dam oling degan ma'noda I wish you pleasant stay. Wishdan keyin qaranglar, pleasant stay bu noun da, ot. Fe'l emas. Ana endi pastga qarasalar, fe'li bo'lsa endi hope qo'yasizlar. I hope you have a pleasant stay here. Ko'rdinglarmi? Mana have fe'li qo'shilgani uchun bu hope ga aylanadi. Shuni esdan chiqarmanglar. Bo'yagida tezroq tuzalib ketishini xohlayman bo'lsa, I wish you get better soon deb aytasizlar. Okay? Hop. Endi wishni biz o'tgan darslarda ko'rdik. Biz afsus qani edi shunaqa bo'lganda deb afsus qilib aytganlaringda wish ishlatasizlar. Hozirgi zamon haqida afsuslansalaring past simple bo'ladi fe'llaring. O'tgan zamon haqida afsus qilsalaring past perfect bo'ladi fe'llaring. Eslaringda I wish I knew what to do about the problem. Qani edi men bu muammoni qanday hal qilishni bilganimda edi. Demak, bilmayman. Hozir bo'lyapti shu muammo, shuni qani edi men buni hal qilishni bilganimda deb afsuslanyapsizlar. Mana I don't know and I regret this. Bilmayman. I wish you didn't have to go soon. Qani edi hozir ketmaganingda, ya'ni hozir. Qani edi yana ko'proq qolganingda afsuslanyapti. Deb. Do you wish you lived near the sea? Sen hozir dengiz bo'yida yashashni orzu qilarmiding? Degan ma'noda. Jack's going on a trip to Mexico soon. Jack yaqinda Meksikaga ketyapti. O'sha Jack yaqinda ta'tilga Meksikaga ketyapti. I wish I was going to. Men ham borganimda qani edi? Ko'rasizlarmi? Hozirgi zamon haqida sizlar afsus qilib aytyapsizlar. Endi pastroqda mana bunda. Endi o'tgan zamon haqida afsuslanganlaring uchun past perfect bo'ladi fe'l. Buni rosa qayta aytdim. Menimcha sizlar buni yaxshi tushundilaring. Past perfect. Xo'p. I wish I had known about the party. Demak, o'tib ketdi, kecha bo'ldi. Parti bo'lganini men bilganimda qani edi? Men ham borardim. I would have gone if I had known. Agar bilganimda partiga borardim. Demak, bilmadim.
It was a stupid thing to say. Qanaqangi ahmoqona narsa aytding. I wish aytdim. I wish I hadn't said that. Shu gapni aytmaganimda qani edi. Ya'ni bu bo'ldi. Endi shunga afsus qilib aytyapman. Qani edi shu narsa qilmaganimda. Okay? Demak, hozirgi zamon haqida afsuslansalaring. Past simple da bo'ladi fe'llaring. O'tgan zamon haqida afsuslansalaring past perfect bo'ladi fe'llaring. Xo'p, yana mayda shu nyuanslari bor. Endi bir nima harakat can bor-ku, ya'ni bir nima qila olganida qani edi. Endi aynan bitta narsa haqida, misol uchun, mana shunaqa pianino chalganimda qani edi, chala olganida qani edi, futbol o'ynay olganimda qani edi, ashula ayta olganimda qani edi, lekin qila olmayman shuni. Deganda ham I wish dan keyin could ishlatsa bo'ladi. I'm sorry I have to go now. Ketishim kerak. I wish I could stay longer. Qani edi ko'proq qola olganimda edi. Demay qola olmayman. Ya'ni can'ni wish bilan ishlatsa bo'ladi-da. I have met that man before. Men bu odamni oldin ko'rganman qayerdadir. I wish I could remember his name. Qani edi uni ismi esimda qolganimda edi. Demak, esimda yo'q. Shunga afsuslanib, qani edi esimda bo'lganida edi demoqchilar. Endi xuddi shu vaziyat o'tgan zamonda biz o'tgan zamondagi qila olmoqni aytmoqchi bo'lsalar, I wish could have done deb aytasizlar. Ko'ryapsizlarmi, o'zi qiyinlashib ketyapti ancha. Ya'ni I hear the party was great. Party zo'r bo'ldi deb eshitdim. I wish I could have gone. Qani edi men kecha bora olganimda edi. Qani edi kecha borganimda edi bo'lganda I wish I had gone bo'ladi. Qani edi kecha bora olganimda edi bo'lgani uchun I wish I could have gone deb aytasizlar. Ya'ni o'sha can ko'p narsani bu yerda hal qilyapti. Odamlar sizlarga aytib qo'ymoqchi edim, men bu xonamda konditsioner ishlaydi-da, bu konditsioner shu o'chmaydi, o'chirsammi boshqa xonalarga o'chib qoladi. Shuning uchun bunaqa shovqin, shullagan shovqin eshitilib turibdi. Shuning uchun mikrofonni iloji boricha yaqinroq gapirmoqchiman sizlarga tiniq eshitilishi uchun. Agar xira chiqib uncha eshitilmasa uzr oldindan, lekin eng muhimi o'rgatayotgan narsamni eslab qolinglar. Xo'p, menimcha endi yaxshiroq bo'ldi, sekinroq gapirsam bo'ladi. Xo'p, endi birovni bir nima qilishini xohlasak, endi biz I wish would bilan ishlatamiz endi. Could emas. Could o'zini qila olganimda edi. Endi would ni qachon ishlatamiz? Kimdir yoki nimadir shu ishini to'xtatsa, kimdir shu ishini to'xtatsa, ya'ni mana yonimdagi odam kamroq gapirganda qani edi, ovozini o'chirsa qani edi degan ma'noda. Qayli, I wish he would stop talking now. Qani edi u gapirsa to'xtaganda edi. Men bu qizga qarab oynaga qarab aytayapti. I wish it would stop raining. Qani edi yomg'ir to'xtaganda qani edi demoqchida. Yana afsuslanib, qani edi to'xtasa edi yomg'ir, ko'chadagi yomg'irda. Would bilan oldi. Ya'ni kimnidir yoki nimanidir bir nima qilishni to'xtatishni xohlasalaring, would ishlatsalaring bo'ladi. Misollarga qaraylik. Mana I wish it would stop raining now. Yoki boya misol berganda I wish he would stop talking. Yoki I wish my friends would think about me sometimes. I wish my mother would call me every day. Misol uchun kimnidir bir nima qilishni xohlasalaring, would bilan ishlatinglar bu ishda. Misol uchun men tepadagi yomg'irda aytdik, zo'r misol bo'ldi. Endi qayla complain ma'nosida ham ishlatsa bo'ladi. Ya'ni o'sha bir nima jig'laringga teyoradi-ku, sizlar nervlaringga tegadi. O'shanda wish bilan would ishlatsa bo'ladi. Qayla the phone has been ringing for 5 minutes. 5 minutdan beri telefon jinglayotibdi. I wish somebody would answer it. Kimdir mana shu telefonga javob bersa qani edi deysizlar. Okay? Endi buni endi juda ham bir kuchli formulalar emas. Bunaqa ko'p uchramaydi, shuning uchun buni qisqacha qilib yozgan. Shuning uchun men unaqa ko'p berilib tushuntirib berayotganim yo'q, chunki boya A bilan B pointdagi ishlatilish ko'proq. Boya aytdim-ku, qani edi, attang, deb aytganlaringda wishni tushuntirdim-ku, o'shanda eng ko'p ishlatiladi. Keyin men bu mayda narsalari misol uchun qaranglar. Men bu frazani ikki xil wouldn't dan desa bo'lar ekan. Bu ham shu kimdir jig'laringga, kimdir nervlaringga teyorsa, wouldn't bilan ham aytsa bo'ladi. Misol uchun I wish you wouldn't keep interrupting me. Shu qaniydi menga shu gapimga aralashavermasang, gapni to'xtatavermasang, qaniydi shu ishni to'xtatsang qaniydi demoqchida. Shunda wouldn't bilan aytsa bo'ladi, would bilan aytsa bo'ladi. Qayli, I wish you wouldn't keep interrupting me. Yoki I wish you would shut up. I wish you would stop talking. I wish my boss would understand me. Qaniydi meni bossim meni tushungan edi. Ya'ni men complain qilib, arz qilib, shikoyat qilib aytayapman. Qayli, men bu holatni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Sara yonimda bo'lganda qaniydi, Sara kelganda qaniydi gapini, mana shu ikki xil yo'l bilan aytsa bo'ladi. Qayli, I wish Sara would come desa bo'ladi.
boyagi kimnidir bir nima qilishni xohlaymiz dedim-ku, would qo'yamiz. Yoki I wish Sarah was here yoki I wish Sarah were here deb aytsa ham bo'ladi. Mana shu gapni ikki xil yo'l bilan aytsa bo'ladi. I wish somebody would buy me a car. Kimdir menga mashina sotib olsa qani edi? Yoki I wish I had a car. Qani edi mashinam bo'lsa? Ko'rdinglarmi, ikkita varianti bor. Hop, bular boya aytganimdek biz chuqurlashib kirmaymiz, chunki ko'p uchramaydi bu frazalar, lekin mana shularni hozir bajarib ko'rsatib beraman sizlarga. Xudo xolasa yaxshilab tushunib olasizlar. Okay. First, wish yoki hoped. Bu birinchi oddiy fe'l sifatida foydalanamiz, ya'ni birovga tilamoq yoki umid qilmoq. So I wish you a pleasant stay here yoki enjoy your holiday. I boya aytdimmi qachon wish qachon ishlatamiz? Shunchaki otni o'zini yozsak wish, lekin fe'lni yozmoqchi bo'lsak unda hope qo'yamiz. Enjoy your holiday. Endi bu yerga hope bo'ladi. I hope you have a great time. Nimaga you hope dan keyin nimaga hope qo'ydik? Chunki have turibdi bu yerda. Fe'l turibdi. Shuning uchun hope qo'yasizlar. Yaxshi dam olasiz degan umiddaman deb tilak bildirdik. Goodbye. Senga hamma yaxshi narsalarni tilayman. Endi bu yerda wish deymiz. Bu yerda to'g'ri oddiy fe'l sifatlar kelyapti. Wish bilan hope. Tur. We said goodbye to each other and wished o'tgan zamon bo'lgani uchun wish to'g'ri fe'l, shuning uchun id qo'yamiz. Wished each other luck. Va bir-birimizga omad tiladik. Ya'ni bir-birimizga xayr aytib omad tiladik. Okay? 5-6 ni bajarasizlar o'zlaring. Bu juda oson bu birinchisi. Ana endi ikkinchi mashqda sal qiyinlashadi. Endi would bilan ishlatar ekanmiz. Ya'ni kimdir bir nima qilishni to'xtatishni xohlasalar, kimdir bir nima qilmasligini xohlasalaring, I wish boya aytdimki I wish my boss would understand me. Qanday meni bossim meni tushunganida edi. Xo'p, birinchisi bajarilgan, ikkinchisi you're waiting for Jane. Jane'ni kutyapsizlar. She is late. U kech qolyapti va siz anaqa impatient degani sabrsizlik qilyapsiz. Va o'zlaringizga aytasizlar I wish tezroq kelsa qani edi demoqchimiz. I wish she yoki Jane would come now desak menimcha bo'ldi, yetadi. Ya'ni hozir Jane kelsa qani edi demoqchisizlar. Kelmayapti. Sizlar Jane'ni tezroq kelishini xohlayapsizlar, shuning uchun would qo'yasizlar. 3. You're looking for a job. Ish qidiryapsizlar. So far without success degan hali omad bo'lmadi, omadlaring kelmadi, ish topolmadlaring va nobody will give you a job. Sizlarga hech kim ish bermayapti. Endi sizlar aytasizlar I wish somebody kimdir menga ish bersa qani edi? I wish somebody would give me a job. Deysizlar bo'ldi. Mana men bu tepadagi fe'ldan olasizlar bo'ldi. Men bu will would ga aylandi, chunki wish qo'ydilar endi. To'g'rini ham qilib beraymi, aqiyroq ekan. Bola yig'layapti, eshitlaring. Va bola anchadan beri yig'layapti va sizlar o'qimoqchi bo'lyapsizlar, lekin sizlarga xalaqit beryapti. Sizlar aytasizlar, mana shu chaqaloq yig'lashni to'xtatsa qani edi? I wish the baby would stop crying. Bo'ldi. Qani edi bola? Qani edi mana chaqaloq yig'lashni to'xtatganda qani edi deysizlar bo'ldi. Shuning uchun I wish baby would stop crying bo'ladi. Okay? Bunda endi wouldn't bilan aytamiz. Mana 5ni o'zlaring bajarasizlar. Wouldn't bilan aytamiz. Your friend drives very fast. Do'stlaring juda tez haydar ekan mashinani va sizlarga yoqmayapti va sizlar aytasizlar, sen tez mashina haydamaganda qani edi? I wish you wouldn't drive so fast. Bo'ldi. Endi bu yerda wouldn't qilib aytyapsiz tepadagi gaplarni. 7. Joey leaves the door open all the time. Joey har doim eshikni ochiq qoldirib ketadi va bu sizlarga yoqmaydi. Annoy degan jahlarini chiqaradi. Va sizlar Joeyga aytasizlar. I wish Joey wouldn't tepadagi fe'lga qarab to'g'rilayversa leave the door open all the time. Bo'ldi. Sorry guys, Telegramni o'chirib qo'yak. I wish Joe would leave the door open all the time. Bo'ldi. Endi wouldn't bilan aytdim. Siz 8 ni ham o'zlaringiz bajarib qo'yasizlar wouldn't bilan. Keyingi misollarga o'tamiz. To'g'ri. Hop. Gaplar to'g'ri yozilgan bo'lsa okay deb ketamiz, noto'g'ri bo'lsa to'g'ri variantni yozib qo'yamiz. I wish Sarah would be here now. Yo'q, Sarahdan keyin would wishdan keyin Sarah would be here now o'rniga I wish Sarah were here yoki was here deyishadigan yaxshi. I wish you would listen to me. Bu to'g'ri. Okay deb yozib qo'yamiz. Ya'ni qanday menga quloq solganingda edi, demak sen menga quloq solmaysan-da. Mana 3 ga lekin xato. I wish I would have more free time bo'lmaydi. I wish I had more free time bo'lsa bo'ladi. I wish I had more free time. Mana bu to'g'ri variant. Okay, I wish I had more free time. I wish our flight would be a bit bigger. Yo, bu ham bo'lmaydi-da. To'g'riga I wish biz
Bunaqa deb yozamiz. Our flat was bigger deylik, bo'ldi. Eslaringizmi? Hozirgi zamon haqida afsus cheksalaring, oddiy past simple qo'yasizlar. Qaniydi bizda uyimiz, kvartiramiz kengroq bo'lganida edi demoqchisizlar-da. 5 ga I wish the weather would change. Mana bu to'g'ri. Aytibdi, ob-havo o'zgarganda qaniydi? Sizlarga yoqmayapti-da. Ob-havo shuncha o'zgarganda qaniydi deysizlar. 6 I wish you wouldn't complain all the time. Bu ham to'g'ri. Sen har doim arz qila olmasang zo'r bo'lardi-da demoqchi. 7 ga yeah, I wish everything wouldn't be so expensive emas. I wish buni to'g'ri varianti bunaqa bo'ladi. I wish everything wasn't yoki weren't deylik, weren't so expensive. Okay? Mana shu to'g'ri keladi. Xo'p, buni bajardik. Endi menimcha oxirgisi qoldi, ancha katta ekan. Endi bu yerda to'g'ri formasini qo'yib chiqaramiz. It was a stupid thing to say. Ahmoqona gap aytdim. I wish I hadn't said that. Bekor aytibman shu gapni. I'm fed up with this rain. Mana yomg'ir jonimga tegib ketdi yo'g'irib. I wish it would stop. To'xtaganda qaniydi? 3 It's a difficult question. Juda qiyin savol. I wish I qaniydi javobini bilganimda edi. I wish I knew the answer bo'ladi. Mana bu know'da o'tgan zamonda qo'yasizlar. Wishdan keyin bilasizlarmi, hozirgi zamon haqida gapirganlaringda afsus bo'lsa, mana bu know'da o'tgan zamonni qo'yasizlar. Agar o'tgan zamonda gapirsak, past perfect qo'yamiz. To'g'ri, I should have listened to you. Senga quloq solishim kerak edi. I wish, mana bu o'tgan zamon bo'lgani uchun past perfect qo'yamiz. I wish qayla. I had taken. Past perfect formasi eslaringda had qo'yasizlar, yordamchi berki, fe'l uchinchi ko'rinish. I wish I had taken o'tgan zamoni, uchinchisi taken bo'ladi. Mana take turibdi. Sani maslahatingga quloq solishim kerak edi. Qaniydi seni maslahatingga kirganimda edi deb afsuslanyapsiz o'tgan zamon haqida. 5. You're lucky to be going away. Sen ketayotganing uchun juda omadlisan, ketyapsan. I wish sen bilan bora olganimda qaniydi? I wish I could come with you bo'ladi. Chunki can'ni o'tgan zamonga aylantirdi-da, u can'niki could bo'ldi. Sen bilan bora olganda qaniydi demoqchisizlar. I wish I could come with you. 6. I have no energy at the moment. Umuman energiyam qolmadi. I wish hozir charchamaganimda qaniydi? I wish I weren't to'laylik. Weren't so tired. I wasn't the same bo'ladi, weren't the same bo'ladi. To be, okay? 7. Aren't they ready yet? Ular hali tayyor emasmi? I wish tezroq tayyor bo'lganda yaxshi bo'lardi. I wish qayla they would hurry up bo'ladi endi bu. Wooddan keyin fe'llar bilasizlarmi? O'zgarmaydi. Shunday shu holatgacha keladi. Lekin past perfect bo'lgan bo'lsa, had bo'lgani uchun unda fe'lni uchinchi ko'rinishini qo'yasizlar. Mana shu kichkina qoidalar eslaringizmi? Hop, 8. It would be nice to stay here longer. Bu yerda yana ko'proq qolsak zo'r bo'lardi. I wish qayla ketishim kerak bo'lmaganda qanday, ketmaganda zo'r bo'lardi. Oddiy past simple qo'yamiz hozir. I wish I qayla didn't have to go now bo'ladi. Mana have the not have the didn't deb oldim. O'tgan zamonda nimaga? Chunki mana hozirgi zamon haqida gap ketyapti-da. Ketmaganda qaniydi demoqchi. 9 ham qilib beramayli, qolgan 3tasini qilib qo'yasizlar. When we were in London last year, o'tgan yil Londonda bo'lganimizda, we didn't have time to see all the things we wanted to see. Biz ko'rmoqchi bo'lgan narsalar hammasini ko'ra olmadik. Qaniydi vaqtimiz ko'proq bo'lganida edi. I wish we could have stayed longer. Yaxshi, nima bo'lib ketdimi? O'tgan zamon bo'lgani uchun could-dan strukturasidan foydalandik. Dan o'rniga stayed qo'ydik. Can, could ga aylandi. We could have stayed longer. Mana 11-12 ni bajarib qo'yasizlar. Bilaman, sal qiyinman bu zamon. Wish juda bir qiyinroq strukturasi, shuning uchun alohida bitta unit ajratilgan. Tushunmagan bo'lsalar, mayli videoni yana 2-3 marta ko'ringlar, mashqlarni bajaringlar albatta. Xudo xolasa wish strukturasini yaxshi o'zlashtirdilaring degan umiddaman. Sizlar bilan keyingi darslarda ko'rishamiz xudo xolasa. Wow. Va nihoyat mana passive voice ni boshlar ekanmiz keyingi darsimizda. Xudo xolasa ungacha o'tgan darslarni hammasini o'zlashtirib, videolarni ko'rib, savollar bo'lsa kommentlarga yozib, aloqaga chiqishlari mumkin. Bo'pti guys. See you. Have fun.